Salom, qadrli tomoshabinlar. Men bugun siz bilan hayotiy muhim, har birimizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuda suhbatlashaman. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvalaringiz yoki boshqa yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, unda bu video siz uchun juda qadrli bo'ladi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qoidalar pensiya tizimida katta o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bu o'zgarishlar sizning pensiya miqdoringizga, uni olish shartlariga va hatto qo'shimcha daromad topish imkoniyatlaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu videodagi ma'lumotlarni bilmaslik afsuski sizga moddiy jihatdan katta zarar keltirishi yoki aksincha foydali imkoniyatlardan bexabar qoldirishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hech narsani o'tkazib yubormang. Hozirning o'zidayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamga yetkazishga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallar pensiya tizimi nisbatan sodda edi. Nafaqaxo'rlar agar ular ishlashni davom ettirsalar ham odatda o'z pensiyalarini to'liq hajmda olishlari mumkin edi. Ba'zi cheklovlar mavjud bo'lsa-da, ular unchalik qat'iy emas edi va ko'pchilik odamlar uchun sezilarli muammolarni tug'dirmasdi. Ya'ni siz nafaqada bo'lsangiz ham qo'shimcha ish haqi olish imkoniyati keng edi va bu pensiyangizga sezilarli darajada ta'sir qilmasdi. Masalan, erta pensiyaga chiqqan kishi o'zining yoshiga doir pensiyasini olib, ayni paytda to'la vaqtli ishda ishlasa, ayni paytda daromad turini ham qonuniy ravishda olishi mumkin edi. Bu holat albatta ko'plab nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha daromad topish va turmush darajasini oshirish uchun juda qulay edi. Pensiya jamg'armalari va davlat byudjeti uchun esa bu yondashuv ma'lum bir bosimni yuzaga keltirardi. Chunki ishlayotgan pensionerlarga ham, ishlamayotganlarga ham bir xil tarzda pensiya to'lanardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Pensiya tizimida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Asosiy o'zgarish shundaki, davlat endi ishlayotgan nafaqaxo'rlarga nisbatan yanada qat'iyroq yondashuvni joriy qildi. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablari orasida pensiya jamg'armasining barqarorligini ta'minlash, pensiya tizimini adolatliroq qilish va ishlamayotgan, pensiya tizimini adolatliroq qilish va ishlamayotgan ko'proq e'tibor qaratish kabi omillar bor. Shuningdek, bu choralar mehnat bozoridagi muvozanatni saqlashga ham qaratilgan bo'lishi mumkin. Chunki ishlayotgan nafaqaxo'rlar ba'zan yosh, ishga kirishga muhtoj kadrlar uchun raqobatni kuchaytirishi mumkin. Endi ba'zi hollarda ishlayotgan nafaqaxo'rlarning pensiyasi qisqartirilishi, hatto butunlay to'xtatilishi mumkin. Shuningdek, qo'shimcha daromadlarning ba'zi turlari ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin xavotir olmang, har bir holatda ham bu yuz bermaydi. Ba'zi imkoniyatlar esa aksincha kengaytirildi. Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi asosiy qism. Keling, nima qilish mumkin emas va kim xavotirlanishi kerak degan savolga javob beraylik. Bu borada eng muhim o'zgarishlar ishlayotgan nafaqaxo'rlarga tegishli. Birinchi va eng muhim o'zgarish, agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz va rasmiy ishga joylashsangiz, bu sizning pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Avvallari ko'pchilik ishlayotgan nafaqaxo'rlar pensiyalarini to'liq olardi. Ammo yangi qoidalarga ko'ra, agar sizning oylik daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, sizning pensiyangiz qisqartirilishi yoki hatto butunlay to'xtatilishi mumkin. Bu chegaraning aniq miqdori davlat tomonidan belgilangan minimal ish haqi yoki o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlariga bog'liq bo'ladi. Masalan, deylik hukumat minimal ish haqi miqdorining 2 barobaridan yuqori daromad oluvchi nafaqaxo'rlarning pensiyasi 2% ga qisqartirilsin degan qoida qabul qildi. Keling, real hayotiy misollarga murojaat qilaylik. Tasavvur qiling, 35 yoshli Murod aka erta pensiyaga chiqqan. Uning oylik pensiyasi 2 million so'm. Yangi qoidalar qabul qilinishidan oldin Murod aka qo'shimcha ravishda oylik 3 million so'm maosh bilan o'qituvchilik qilib ishlar edi. U har oyda 2 million so'm pensiya va 3 million so'm maosh, jami 5 million so'm daromad olardi. Bu paytda uning pensiyasi hech qanday qisqartirilmas edi. Endi esa yangi qoidalarga ko'ra, agar minimal ish haqi 20 million so'm deb belgilangan bo'lsa va chegarasi minimal ish haqi 2 barobari, ya'ni 2 million so'm bo'lsa, Murod akaning 2 million so'mlik maoshi bu chegaradan oshib ketadi. Natijada uning pensiyasi 2 million so'mdan 20 million so'mga qisqartirilishi mumkin. Ya'ni u endi 20 million so'm pensiya va 3 million so'm maosh, jami 1 million so'm daromad oladi. Bu degani Murod aka oyiga 20 million so'm yo'qotadi. Bu turmush tarziga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi misol.
kichik biznes bilan shug'ullanadigan nafaqaxo'rlar. 6 yoshli Dilshod opa nafaqaga chiqqan. Uning pensiyasi ilk taksi million so'm. U qo'shimcha daromad topish maqsadida o'z uyida novvoyxona ochib, qonuniy ravishda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan. Uning biznesdan o'rtacha oylik daromadi soliqlar chekilgandan keyin 2 million so'm. Avvallari bunday turdagi tadbirkorlik faoliyati agar soliq to'lovlari o'z vaqtida amalga oshirilsa, pensiyaga bevosita ta'sir qilmasdi. Endi esa yangi qoidalarga ko'ra tadbirkorlikdan olingan daromad ham belgilangan chegaradan oshsa, uning pensiyasi qisqartirilishi mumkin. Agar yuqoridagi misoldagi 2 million so'mlik chegara qo'llanilsa, Dilshod opaning 2 million so'mlik daromadi bu chegaradan oshadi. Natijada uning 2 million so'mlik pensiyasi qisqartirilishi yoki to'xtatilishi mumkin. U bu holatda tadbirkorlik daromadi va qisqartirilgan pensiyaning qolgan qismini oladi. Bu yerda muhim jihat shuki, hukumat endi nafaqaxo'rlarning har qanday rasmiy daromadini hisobga olishni boshladi. Shu bois nafaqaxo'rlar o'z daromad manbalarini pensiya jamg'armasiga to'g'ri va o'z vaqtida ma'lum qilishlari shart. Aks holda ortiqcha to'langan pensiya summasini qaytarish majburiyatini yuzaga keltirishi mumkin. 3-misol, bir nechta nafaqalar olish holati. Ba'zida fuqarolar bir vaqtning o'zida bir nechta nafaqa turini olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, nogironlik nafaqasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Avvallar bu turdagi nafaqalarni ma'lum shartlar asosida bir vaqtning o'zida olish mumkin edi. Endi esa yangi qoidalarga ko'ra bunday holatlarda faqat bitta, ya'ni miqdori eng katta bo'lgan nafaqa yoki pensiya turi tanlab olinishi shart qilib qo'yilishi mumkin. Tasavvur qiling, 7 yoshli Jasur nogironlik pensiyasi oladi. Bu 25 million so'm. Uning ota-onasi vafot etgandan keyin u boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini ham olish huquqiga ega bo'ldi. Bu esa 2 million so'm. Oldin u ikkala pensiyani ham olishi mumkin edi. Jami ikkalatar 7 million so'm. Yangi qoidalarga ko'ra esa Jasurga faqat bitta pensiyani tanlash imkoniyati beriladi. Ya'ni u 2 million so'mlik nogironlik pensiyasini oladi va 2 million so'mlik boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan voz kechishga majbur bo'ladi. Bu ham Jasurning daromadini sezilarli pasayishga olib keladi. Ushbu qoida avvalambor davlat byudjet xarajatlarini optimallashtirish va nafaq tizimining adolatliligini oshirishga qaratilgan. Endi esa ikkinchi asosiy qismga, ya'ni nima qilish mumkin va qanday yangi imkoniyatlar bor degan savolga javob topamiz. Barcha o'zgarishlar cheklovlardan iborat emas. Ba'zi imkoniyatlar kengaytirildi yoki aniqroq belgilandi. Birinchi imkoniyat pensiyaga zarar yetkazmasdan qo'shimcha ishlash. Agar siz pensiyasi oluvchi bo'lsangiz va rasmiy daromadingiz yuqorida aytib o'tilgan chegaradan oshmasa, siz o'z pensiyangizni to'liq miqdorda saqlab qolgan holda qo'shimcha ishlashingiz mumkin. Bu ayniqsa yarim stavkada ishlaydiganlar, qisman band bo'lganlar yoki minimal ish haqi miqdorida maosh oluvchilar uchun juda qulay. Masalan, 2 yoshli Shahnoza opa nafaqada uning pensiyasi 7 million so'm. U haftasiga 2 soat yarim stavkada bog'chada farrosh bo'lib ishlaydi va oylik 1 million so'm maosh oladi. Agar belgilangan daromad chegarasi 2 million so'm bo'lsa, Shahnoza opaning 2 million so'mlik maoshi bu chegaradan oshmaydi. Natijada u 2 million so'mlik pensiyasini to'liq oladi va qo'shimcha 2 million so'm maoshga ega bo'ladi. Jami daromadi 2 million so'mga yetadi. Oldin bu kabi holatlar aniq belgilab qo'yilmagan edi. Endi esa nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarini yo'qotish, xavfsiz qo'shimcha daromad olishlari mumkin bo'lgan aniq chegaralar mavjud. Bu ko'plab nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha daromad topish va faol hayot tarzini saqlash uchun juda yaxshi imkoniyatdir. Ikkinchi imkoniyat ba'zi norasmiy yoki kichik miqdordagi daromadlar. Ba'zi mamlakatlarda, masalan, hunarmandchilik, repetitorlik, bog'dorchilikdan olingan kichik daromadlar, agar ular ma'lum bir minimal miqdordan oshmasa va maxsus soliq rejimida ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkin. Bu turdagi daromadlar ko'pincha o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun mo'ljallangan maxsus soliq rejimlari ostida tartibga solinadi. Masalan, 7 yoshli Gulnora xola nafaqada. U qo'lda adyol to'qib sotadi. Uning oylik daromadi ba'zida 500 ming so'm, ba'zida 1 million so'm atrofida bo'ladi. Agar u o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsa va daromadi yuqorida belgilangan chegaradan past bo'lsa, uning pensiyasi mutlaqo o'zgarishsiz qoladi. Bu o'zini o'zi band qilgan nafaqaxo'rlarni rag'batlantirish
va ularning iqtisodiy faoliyatini qonuniylashtirishga qaratilgan muhim yondashuvdir. Bu eski tizimda aniq belgilanmagan edi va ko'pincha norasmiy daromadlar to'liq hisobga olinmasdi. Bu esa keyinchalik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin edi. Uchinchi imkoniyat yangi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari va imtiyozlar. Ba'zi hollarda hukumat pensiya tizimidagi cheklovlarni joriy etish bilan birga nafaqaxo'rlarga boshqa turdagi ijtimoiy yordam va imtiyozlarni taklif qilishi mumkin. Bu masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, dori, darmonlar uchun chegirmalar, jamoat transportida bepul yoki imtiyozli yurish huquqi kabi dasturlar bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bu imtiyozlar ko'pincha nafaqaxo'rning ishlayotgan yoki ishlamayotganligidan qat'iy nazar beriladi. Masalan, endi barcha pensionerlarga kommunal xizmatlarning ma'lum bir qismi uchun to'lovlarda 25 manzilgacha chegirma taqdim etilishi mumkin. Bu chegirmalar suv, gaz va elektr energiyasi to'lovlariga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Bu imtiyozlar nafaqaxo'rlarning turmush darajasini yaxshilash va ularning asosiy ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. Avvallari bunday imtiyozlar mavjud bo'lmagan yoki juda cheklangan doirada taqdim etilgan edi. Hozir esa bu imtiyozlar tizimli ravishda kengaytirilmoqda. Bu esa pensiya tizimidagi ba'zi cheklovlarning kompensatsiyasi bo'lib xizmat qiladi. 4-imkoniyat pensiyalarni indeksatsiya qilish va qayta hisoblash. Ko'pgina mamlakatlarda pensiyalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi. Ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshiriladi. Yangi qoidalar doirasida bu indeksatsiya barcha pensionerlarga ularning ishlayotgan yoki ishlamayotganligidan qat'iy nazar qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, ishlayotgan pensionerlar uchun muhim yangiliklardan biri shuki, agar ular pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirsalar va ish haqidan pensiya fondiga ijtimoiy to'lovlar o'tkazilsa, ularning pensiyalari har yili, masalan 2 avgustdan boshlab o'sha to'lovlar asosida qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Bu degani ular pensiya miqdori ortishini kutishlari mumkin. Chunki ular jamg'arma tizimiga hissa qo'shishda davom etishadi. Bu mexanizm ishlayotgan nafaqaxo'rlarga uzoq muddatli istiqbolda pensiya miqdorini oshirish imkoniyatini beradi. Masalan, oldin pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganlik uchun pensiya kamdan-kam hollarda qayta hisoblanardi yoki bu jarayon murakkabroq edi. Endi esa bu jarayon soddalashtirilgan va avtomatlashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu esa ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha motivatsiya yaratadi. Endi esa istisnolar, nozik jihatlar va yashirin tuzoqlarni ko'rib chiqaylik. Bu bo'lim sizning aniq vaziyatingizda nimalarni kutishingiz kerakligini tushunish uchun juda muhimdir. Birinchi muhim jihat pensiya turlari. Yuqorida aytib o'tilgan qoidalar hamma turdagi pensiyalarga bir xilda taalluqli emas. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun qoidalar farq qilishi mumkin. Masalan, og'ir nogironligi bor shaxslar agar ular ishlash imkoniyatiga ega bo'lsalar, pensiya miqdoridan qat'iy nazar, ish haqqi yoki daromad olishlari mumkin bo'lgan maxsus imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Ularning ish haqqi pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkin, chunki ularning mehnat qilish qobiliyati cheklangan deb hisoblanadi. Oddiy yoshga doir pensiyaga chiqqan shaxs uchun esa yuqoridagi cheklovlar qo'llanilishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun siz qanday turdagi pensiya olayotganingizni aniq bilishingiz va shu turga tegishli qoidalarni o'rganishingiz zarur. Ikkinchi muhim jihat ma'lumot berish majburiyati. Bu juda muhim nuqta. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va ishga joylashsangiz yoki daromadingizda sezilarli o'zgarish bo'lsa, siz bu haqda pensiya jamg'armasiga yoki tegishli organga o'z vaqtida xabar berishingiz shart. Bu sizning qonuniy majburiyatingiz. Agar siz bu majburiyatni bajarmasangiz, sizga pensiya ortiqcha to'lanishi mumkin. Va eng yomoni shuki, pensiya jamg'armasi bu ortiqcha to'langan summani sizdan qaytarib olishga haqli bo'ladi. Bu birdaniga katta miqdorda pulni qaytarish majburiyatini yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa nafaqaxo'rning moliyaviy ahvoliga jiddiy putur yetkazadi. Tasavvur qiling, 7 yoshli Fotima xola nafaqada. U 6 oy davomida rasmiy ishladi, lekin pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermadi. Pensiya fondi ma'lumotlar bazasini yangilash natijasida Fotima xolaga 6 oy davomida ortiqcha pensiya to'langani aniqlandi. Endi unga masalan 3 million so'm ortiqcha to'langan pulni bir hafta ichida qaytarish haqida talabnoma keldi. Bu Fotima xola uchun juda kutilmagan va og'ir vaziyat. Bunday holatlarni oldini olish uchun har qanday daromad manbai o'zgarishini zudlik bilan pensiya fondiga ma'lum qilish lozim. Uchinchi muhim jihat
vaqtinchalik va doimiy o'zgarishlar. Pensiya qoidalari doimiy emas. Hukumat iqtisodiy vaziyatga qarab vaqtinchalik choralar yoki doimiy o'zgarishlar kiritishi mumkin. Shuning uchun sizga tegishli qoidalarni qanchalik muddatga amal qilishini va ular kelajakda o'zgarishi mumkinmi yo'qmi bilishingiz kerak. Bu ma'lumotlarni rasmiy manbalardan, masalan, pensiya jamg'armasi veb-saytidan yoki mahalliy bo'limidan tekshirib turish muhim. 4-chi muhim jihat hududiy farqlar. Ba'zi mamlakatlarda federal tuzilmalarga ega bo'lgan joylarda pensiya qoidalari federal darajada belgilansa-da, ayrim hududiy imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar mahalliy hokimiyat tomonidan joriy etilishi mumkin. O'zbekiston kabi unitar davlatlarda bu kabi farqlar kam bo'lsa-da, ba'zi ijtimoiy yordam dasturlari mahalliy hokimiyatlar tomonidan boshqarilishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya va ijtimoiy himoya bo'yicha mahalliy bo'limlarning ma'lumotlarini ham diqqat bilan o'rganishingiz lozim. 5ta muhim jihat: soliq oqibatlari. Yangi qoidalar nafaqaxo'rlarning daromadiga ta'sir qilishi bilan birga soliq majburiyatlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar siz ishlayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz, oylik maoshingizdan tegishli soliqlar va ijtimoiy sug'urta badallari ushlab qolinadi. Bu o'z navbatida kelajakda pensiyangizni qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Ammo shu bilan birga ba'zi yangi imtiyozlar soliqdan ozod qilinishi yoki maxsus soliq stavkalari bilan hisoblanishi mumkin. Bu jihatlarni ham soliq maslahatchisi yoki pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan muhokama qilish foydali bo'ladi. Endi esa amaliy maslahatlar va harakat rejasiga o'taylik. Bu bo'limda siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar topasiz. Birinchi qadam: o'zingizning pensiya turingiz va amaldagi qoidalarni aniqlang. Siz qanday turdagi pensiya olasiz? Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Har bir tur uchun qoidalar har xil bo'lishi mumkin. Ma'lumotni qayerdan olish kerak? Eng ishonchli manba bu O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. U yerda barcha yangi qonunlar, farmonlar va qarorlar joylashtiriladi. Shuningdek, sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga individual maslahat berishlari shart. Ikkinchi qadam: agar siz ishga joylashishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ish boshlashdan oldin maslahat oling. Bu juda muhim. Agar siz qo'shimcha daromad topishni yoki ishga joylashishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qiling. Ularga o'zingizning vaziyatingizni, qanday ishga joylashmoqchi ekanligingizni, to'liq yoki yarim stavka ish haqi miqdori, rasmiy yoki norasmiy faoliyat batafsil tushuntiring. Ular sizga aniq qoidalar va sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishini tushuntirib berishadi. Bu sizni kelajakdagi yoqimsiz kutilmagan holatlardan himoya qiladi. 3-qadam: barcha hujjatlarni saqlang. Pensiya bilan bog'liq barcha hujjatlar, jumladan pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlash to'g'risidagi qaror, bankdan pensiya tushumlari haqidagi ko'chirmalar, shuningdek ishga joylashgan bo'lsangiz mehnat shartnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Bu hujjatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda yoki yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda juda muhim bo'ladi. 4-qadam: har qanday o'zgarishlar haqida zudlik bilan xabar bering. Agar siz ishga joylashsangiz, ishingizdan bo'shasangiz, daromadingizda sezilarli o'zgarishlar ro'y bersa yoki boshqa pensiya turiga o'tish huquqiga ega bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan, masalan, 5 ish kuni ichida yozma ravishda xabar bering. Buni yozma ariza orqali amalga oshiring va ariza qabul qilinganligi haqida belgi, kiruvchi raqam yoki tasdiqni oling. Bu kelajakda vujudga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini oladi. 5-qadam: agar sizning ishingiz adolatsiz deb hisoblasangiz, qanday harakat qilish kerak? Agar pensiya jamg'armasining qarori bilan rozi bo'lmasangiz yoki pensiyangiz nohaq qisqartirildi deb hisoblasangiz, siz ushbu qarorni yuqori turuvchi organga, pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasiga shikoyat qilishingiz mumkin. Shuningdek, siz huquqiy maslahatchi yoki advokat bilan bog'lanib, o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun yordam so'rashingiz mumkin. Ba'zi hollarda sudga murojaat qilish ham mumkin bo'ladi. Har doim o'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishga tayyor bo'lish muhimdir. Aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar mavjud va bu o'zgarishlar har bir nafaqaxo'rga bevosita ta'sir qilishi mumkin.
bu ma'lumotlarni bilish va to'g'ri harakat qilish sizning moliyaviy barqarorligingizni saqlashga yordam beradi. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun cheklovlar mavjud bo'lsa-da, pensiya miqdoriga zarar yetkazmasdan qo'shimcha daromad topish imkoniyatlari ham borligini unutmang. Eng asosiysi, doimo xabardor bo'ling, barcha o'zgarishlarni kuzatib boring va kerak bo'lsa, mutaxassislardan maslahat oling. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz boshqalar uchun ham juda qimmatli bo'lishi mumkin. Iltimos, ushbu o'zgarishlar haqida o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu yangiliklar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu sizga qanday ta'sir qildi? Videoga like bosing va do'stlaringiz hamda yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.